Meduza Dubbing eng so'nggi animelar. Ushbu anime Telegramdagi Meduza Dubbing studiyasi tomonidan o'zbek tiliga o'girildi.告别的时刻已到了，随身的行囊装些快乐，前方被乌云笼罩了，心中的拉扯困守在敌后，隐隐约约的沉默透露一丝丝苦涩，愿你不再没伤痛，别再带着泪入睡，去去想象的世界，答案不一定绝对，伤口因为爱壮烈，让我们痛不尽解。求生的力量来自真我，战胜可敬的对手。坚持信念是我的所有，抵达心中的辽阔语言。该怎给的，该怎给的，放不下的，该怎给的，绳索的光芒。可以救我！交出羽翼，由你领。你疯了吗？解忧之海危险重重，刀和我，你跑不掉的。外祖，擅闯我族九幽之海，好奇异的空间。成功！想不到这外族这么能逃，有趣的很。208 qism. La'nat! 10 milliard kilometr radiusda 3,5 million olam hukmdori aniqlandi va 612 nafari o'lmas. Qamal qiluvchilar soni ortib bormoqda. Erqimiz kuchi zimiston olam kuchi bilan bog'langan. Atrofdagi narsalarni seza oladi, hattoki o'zga irq vakilini ham. 14 millionta askar kuchidan bitta o'zga irq vakili qocha oladi deb o'ylamayman. Janob oliylari, qamal to'ri tayyor bo'ldi. Buyuraman, to'rni torting, hamma joyni tekshiringlar. Bu o'sha o'zga irq vakili, nishonni aniqladik. Hamma buyruqni eshitsin. Birlashib hujum qiling.
O'zga irq vakili o'ldirildi, janob. Shunchalik oson bo'ldimi? Yo'q, qoldiqlar juda kam. Bu shunchaki nusxa. Hamma o'z joyiga. To'rni qisqartirishda davom eting. To'g'ridan to'g'ri to'qnashuvga imkon yo'q. Faqatgina klonimni yuborib, o'zimdek ko'rsatib vaqtdan o'tishim mumkin. Endi ko'ramiz, qamal turi tezroq qisqaradimi yoki Mosha urug'ining ikkinchi tanasi tezroq keladimi? To'siq juda ham kuchli. Nafaqat teleportatsiya qila olyapman. Yaxshiyamki tug'ma domenim bor. Bo'lmasa bu yerda o'lib ketgan bo'lardim. O'zga irq aniqlandi. O'zga irq aniqlandi. Uni aniqladik. Kutilganidek. Rejaga amal qiling. Hamma o'zga irqni qiringlar. Birortasi ham qochib ketmasin. Ular yaqinlashmoqda. 39 tasi o'ldirildi. To'rni diametri 100 ming kilometrga qisqardi. Tez orada topiladi. Seni ushladim. Oliy hazratlari, hamma joyni qaradik. Bu yerda o'zga irqni qoldig'i ham yo'q. Bunday bo'lishi mumkin emas. Maxfiy qonuniyat. Klon. Olam daraxtini hayot darajasi men ichki olamimni chegarasiga yaqinlashyapti. Bu o'xsharmikan yoki yo'q. Ichki olamim uni hayot darajasiga dosh bera olmaydi. Shuncha qiyinchilikdan keyin ham baribir uddalay olmadim. Mabut tanasi o'lchami ilohiy kuch miqdorini belgilaydi. Agar 3-tanamda yetarlicha kuch bo'lsa, bu meni tirik qolish imkoniyatimni ancha oshiradi. Olam hukmdorini yana qanday shakli borki, olam daraxti kabi ulkan ilohiy tanaga ega bo'lsa va 3-tana kabi mos keladigan. Vayrongarchilik uchun amakidan gap eshitamiz. Hech qisi yo'q, kuchli bo'lishimizni kutadi. Ularni bolalari past darajada, kattalari esa olam hukmdori bo'ladi. Bu irq rostdan ham qudratli. Dengiz qirolligida tug'ilgansan. Faqat o'lmas darajada bu olamdan tashqariga chiqish uchun 9 zulmat girdobiga o'tishga, dengiz qirolini ko'rishga muvaffaq bo'lasan. 9 zulmat girdobi? U aytgan ajdodlar dengizi 9 zulmat dengizi bo'lishi mumkin. Menga kelsak, ajdod dengiz mohiyati bilan dunyoga kelganman. Men sizlarning yetakchingiz bo'lishim kerak.
Ajdodlar dengizi mohiyatini singdirish 9 zulmat irqi sof energiya manbai. Ularni tug'ilishi rostdan ham boshqacha. Dengiz qirolligi 9 zulmat olamining markazida joylashgan bo'lib, son-sanoqsiz mavjudotlar unga sig'inadi va ulug'laydi va unga tegish man etilgan. Xuddi ajdod dengizi kabi. Bu yerda 108 shahzoda borligini eshitgandim. Dengiz qirolliklari ham aynan 108 ta ekanligini kutmagandim. Nega bunday tasodif? Har bir dengiz qirolligi biror shahzodaga aloqador bo'lishi mumkinmi? Hatto To'qqiz zulmat bu dengiz qirolliklaridir va 9 zulmat fazo vaqt xo'jayini bu 9 zulmat dengizidir. Shunaqa ekanda, hukmdorning maqomi meniki bilan teng ekanligini sababi u o'ldirilgandan so'ng tezda qayta tug'ilishidadir. U o'lishi mumkin emas. Avval jinlar irqidan bo'ri hukmdori va moviy burgut hukmdori uni 9 zulmat dengizidan quvishga til biriktirdi. 9 zulmat hukmdori esa dengizga qochib g'oyib bo'ldi. Keyin esa butun dengizni cheksiz ilohiy kuch anglandi. Moviy burgut hukmdori bir lahzada halok bo'ldi. Osmon bo'ri hukmdori esa saroy xazinasi bilan zo'rg'a qochib qutuldi. O'sha hodisadan keyin odamlar 9 zulmat hukmdori aynan 9 zulmat dengizi ekanligini bilib oldi. U o'lishi bilan 9 zulmat dengizining yangi shakli dunyoga keldi va 9 zulmat dengizi uning tuganmas energiya manbaidir. Diametri 10 yorug'lik yilidan oshadigan kuch bilan koinotda kim bunga tenglasha olardi? Buni nega so'rayapsan? 9 zulmat olamini tekshirayotib bildimki, 9 zulmat hukmdorining 108 shahzodasi va 108 ta qiroli bor ekan. Men ularni bir-biriga bog'liq deb o'yladim. Men 3-tanani hosil qilishni istayman. 9 zulmat shahzodalari biridan. Ular 108 kishi birga yashaydi. Hayot geni darajasi juda yuqori bo'lmasligi kerak. Muvaffaqiyatli o'stirish darajasi katta bo'lishi kerak. 9 zulmat hukmdorining fe'li yomon. Uni suvini olganingda, agar qiyinchilik tug'dirsa va senda boshqa yo'l qolmasa, unga meni shogirdim ekanligingni ayt. Bu safar ehtiyot bo'l. Men sendan xavotir olmay, Chechenyan 9 zulmat girdobiga majburan tushganingni bilgach, o'ylamay fazo vaqtiga bostirib kirdi va Feijang bilan jang qildi. Keyin nima bo'ldi? Jenyan tajribasi bilan yaqinda koinot ulug' darajasiga ko'tarildi. Feijin qirolining kuchi 12 dan past. U qochib ketmagunicha quvlab bordi. Koinot ulug'i Fengwang buni to'xtatmaganida, Feijin qirolini quvlardi. Ustozimning yaxshiligini albatta qaytaraman. Feijin qirolligiga kelsak, bir kun kelib uning jonini olaman. Bu yerda hech kim yo'q. Hali dunyoga kelmagan shahzodaning dengiz qirolligi bo'lsa kerak. Klon bo'lish uchun mos. Bu yerda nima qilyapsan? Dengiz qiroliga qarab, xayol surib qolibman. Ehtiyot bo'l. Suvga tegish qat'iyan man etilgan. Tushundim. Umid qilamanki, 9-Zimiston hukmdori biroz suvga xafa bo'lmaydi. 3-tana uchun, kelajakdagi imkoniyatlar uchun tavakkal qilaman. Bu qon hidi juda kuchli. Inson, menimcha rostana bo'lishni istayapsan.
hukmdorga ta'zim qilaman. Bu yerda ko'pdan beri yuribsan. Bu taqiqlanganini bilishing kerak edi. Dengiz suvini olishga qanday jur'at qilding? U meni o'ldirishni istayapti. Boshqa dengiz qirolliklarini suvi menga oddiy tuyuldi. Faqat mana shu kichik dengiz qirolligini suvi qonga o'xshaydi. Hatto xuddi kelayotgandek tuyulyapti. Qiziqqanimdan ozroq dengiz suvidan oldim. Shunchaki tajriba uchun. Tajriba? Taqiqlanganini bila turib qildingmi? Unda oqibatiga javob berishga tayyor bo'l. Menimcha kimligimni aytmasam bo'lmaydi. Zulmat hukmdori. O'ldiradi deb o'yladingmi? Boshida o'ldirmoqchi edim. Lekin sen meni mazhabimga tashqi tashkilotdan qabul qilinish kerak bo'lgan odamsan. Meni 9 zulmat naslimni himoyachisi bo'lsang, hayotingni saqlab qolaman. Rozi bo'lmasang, oqibatini bilasan. Demak, maqsad shu ekanda. Aytishlaricha, yirtqich xudo yo'li merosining 5-qatlamiga yetib borgan. Ajdod mazhabning tashkilotiga qo'shilishi shart. Bu baribir sodir bo'ladigan ish. Qo'shilishni istaysanmi yoki yo'qmi? Himoyachiga ta'zim qilaman. Rostdan ham aqlli ekansan. Bu ajdod ma'bud belgisi. Bog'lanish uchun shundan foydalanaman. Yo'qotib qo'yma. Tushunarli. Yetishing mumkin. Qilich daryo qirolini o'zi keldi. Agar o'sha qariyalar meni naslimga himoyachi bo'lganini bilsa, nima qilar ekan? Men 9 zulmat fazo vaqtidan tashqariga chiqdim. Tabriklayman, xo'jayin, tabriklayman. Sizni tabriklayman. Dengiz suvini oldim. 3-tanamni endi hosil qilishim mumkin. Maxfiy tug'ma qobiliyat, klon. Hayotiy materiallar tahlil qilindi. Haqiqiy o'stirish boshlandi. Taxminiy vaqt 600 yil. Uddaladik. Kelajakda menda tuganmas ilohiy kuch manbai bo'ladi. Hatto o'lsam ham qayta tug'ilishim mumkin. Ushbu anime Telegramdagi Meduza Dubbing Studios tomonidan o'zbek tiliga o'qitildi.用血煞邪功灭杀楚风。既然你非要寻死，那就怪不得我。擂台之上，拳脚无言。想要我收手？抱歉，我做不到。正片太短不够看，扫描这个2维码可以领取更多官方情报独家爆料，还有超多精美壁纸、惊喜福利等你解锁。赶快扫码，我在原始星等你挑战。
被笼罩在一片灰色，只有血液昭示生命还炙热。弱肉强势都遵循这个规则，看谁比谁有资格让泡泡被最后的视线定格。我用火焰招待天外的来客，趁着陨石还在和大气拉扯，涅槃就在下一刻。用血肉，用信念，要我的心永远都不陨落，在这硝烟，在这废墟，就算倒下也不退缩。要看我冲破苍穹，让宇宙听见怒吼，咆哮着，挣扎着，烈火把夜空燃红，吞噬掉整片星空，燃烧着，燃烧着。就要冲破苍穹，宇宙都听我怒吼，咆哮着，挣扎着，热血把夜空燃红，吞噬掉整片星空，燃烧吧，燃烧吧。此处的宝藏可都有媲美至宝的价值，怎么可能？原来是他，祖神教最早时期的8大兽神之一。难怪九幽之柱可以一直复活。我希望你能远超这个极限。太离谱了！我跟着主人纵横宇宙这么多年，也想象不出他的威力。花海。